Farq, mana shu Yerevanlarni menga bitta obzor qilib ber uka. Ko'rpam bilan yastig'im 3 xil varianti bor. Xohlasangiz kenguru ko'rpasini komplekt qilaman deganlar ko'rpa yastig'i bilan, mana bu jakartaviy ko'rpa yastig'imiz, mana bu bambuk ko'rpa yastig'imiz. Hozir sizga birin-ketin sizga obzorni ko'rsataman. Aka, ko'rib turganingizdek, Yerevan brendini kenguru yastiqlari o'rta qattiqlikda yotaman degan okalar uchun ko'rishingiz mumkin. Matosi 100% satin bo'ladi. Ichidagi napolitili mikrogel. Ko'rib turganingizdek, buni past qilib yotaman deganlar uchun mana o'zini ajoyib bolachasi bor. Mana buni past qilib yotaman deganlar uchun. Ajoyib ekan. Komplekt qilaman deganlar uchun mana buni komplekt ko'rpasi. Buni ham matosi 100% paxta satin bo'ladi. Ichidagi napolitili mikrogelni bo'ladi. Bu yoqda jakart dasturlarimiz. Bularni ham napolitili mikrogel bo'ladi. Ko'rpasi ham xuddi o'zidan. Ko'rib turganingizdek, sifati juda zo'r. Nomer 1 rostakasimi. Buni yastuni ham ko'rsangiz bo'ladi. Buni ham napolitili mikrogel bo'ladi. Qattimgina ekan. Qattimgina yastiq. Bu ichida zashnigi ham bo'lar ekan-a? Zashnisi, zashning ichida o'zini napolitili mikrogeli bo'ladi. Zashning ichida yana zashningni o'zini anaqa zashninglar bor ekan. Zo'r ekan. Mana bu yana komplekt qilaman deganlar uchun bambuk ko'rpasi, buni ham napolitili mikrogel, 102 material. Ichidagi matosi 70% bambuk material bo'ladi, 30% paxta bo'ladi. Xudo xolasa, yuvayotganda ham maza qilib, strelka mashinkalarga yuvib, bemalol yuvarasizlar, yig'ilib ham qolmaydi. Bular hammasi garantiyli. Xudo xolasa, sarpalarga olib hozirgi sezonda o'zingizga olib ishlatsanglar ham juda zo'r. Ko'rpa yastig'imiz. Bu haqiqiy gastinli ekan-da. Haqiqiy gastinli ko'rpa yastig'i. Rahmat obzorga. Sog' bo'lasizlar. Sog' bo'lasizlar.